Abduqodirning avtogolidan shaxsan men unaqangi bir fojia yasamagan bo'lardim, chunki uning o'rnida boshqa bir futbolchi bo'lganda ham aynan shu holat bo'lib qolishi mumkin edi. Endi kutilmaganda to'p unga kelib qoldi va u to'pni qisqa fursatda mini soniyalar ichida nazorat qila olmay qoldi va buning natijasida aynan to'p darvozaga kirib ketdi. Endi umuman olganda Husanov bilasizmi, o'zi har o'yindan oldin Abduqodir Husanov asosiy tarkibda deyiladigan o'sha bir soat oldin chiqadigan tarkiblar bo'ladi-yu. Shu tarkiblardagi uning asosiydaligi ham endi katta voqelik bo'lmay qoldi-da, chunki biz o'rgandik uni asosiy tarkib o'yinchisi sifatida ko'ryapti Pep, biz ham bunga ko'nikdik, qabul qildik. Bu endi katta voqelik hisoblanmay qoldi. U chinakamiga asosiy tarkib futbolchisi. Qolaversa o'sha 3 ta markaziy himoyachilarning jarohati ham bunga imkon beryapti. Qolaversa Abduqodir o'z o'rnini topib bo'ldi Man Cityda. Fevral oyining eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Undan oldingi startni eslang, Chelsiga qarshi juda ham bir sinovli og'ir o'yin, orada bir ko'tarilish bo'ldi, hammaning sevimlisiga aylandi. Faqat o'zbekistonliklarning emas, balki aynan Cityning xorijiy angliyalik muxlislari tomonidan ham anchagina iliq tarzda e'tirof etilayotgandi. Mana oxirgi o'yinda u endi avtogoli baribir uning o'yindagi Brightonga qarshi o'yinda hal qiluvchi gol bo'lib qoldi, natijaga ta'sir qiladigan gol bo'lib qoldi. Shunisi bilan biroz og'ir jarayon bo'ldi Husanov uchun, lekin bu ham o'tib ketadi. Bu yog'i endi FIFA kunlari u terma jamoa safiga qaytadi, muhim o'yinlarda qatnashadi. Lekin Gvardiola ham aytib o'tdiki, Husanovda katta aybi yo'q. Biz qaytanga Nottinghamga qarshi o'yinga nisbatan ancha yaxshi o'ynadik va keyingi o'yinlarda yana ham yaxshi harakat qilishga umid bog'laymiz dedi. Xullas, bu yog'i endi FIFA kunlaridan keyin yana biz katta futbolga Husanov va Man City ishtirokidagi bu yog'iga muhim bahslarga qaytamiz.